1-avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi juda ko'p oilalar uchun bevosita pul, daromad va kundalik xarajat masalasi hisoblanadi. Bugun men sizga eng muhim savollarga oddiy tilda javob beraman. Pensiya kimga oshiriladi? Kimning puli avtomatik qayta hisoblanadi? Kim ariza bilan murojaat qilishi kerak? Qaysi holatlarda odamlar xato kutishadi va qaysi hujjatlar tayyor bo'lishi zarur? Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi pensiyada bo'lgan har bir kishiga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men masalani murakkab qonun tili bilan emas, amaliy hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarda bitta nozik jihatni bilmaslik ham oyma-oy kamroq pul olishga sabab bo'lishi mumkin. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerakligini aniq qilib olaylik. Ko'pchilik 1-avgustdan pensiya oshar ekan degan gapni eshitadi va hamma bir xil miqdorda ko'proq pul oladi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Pensiya qayta hisoblanishi degani ayrim hollarda umumiy pensiya miqdori oshirilishi, ayrim hollarda esa fuqaroning ish staji, ish haqi ustama, qo'shimcha hujjatlari yoki qonunchilikdagi yangi tartib asosida uning shaxsiy pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi demakdir. Oldin qanday edi? Oldin ko'p fuqarolar pensiyaga chiqqanda pensiya jamg'armasida mavjud bo'lgan ma'lumotlar, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar va sug'urta badallari asosida hisob-kitob qilinar edi. Agar o'sha paytda biror ish joyidan ma'lumot topilmagan bo'lsa, arxiv hujjatlari kechiksa, mehnat daftarchasida yozuv xato bo'lsa yoki fuqaro o'zi qo'shimcha hujjat olib kelmasa, pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin edi. Keyin odamlar yillar davomida menga shuncha chiqdi, demak shu bo'lsa kerak deb yuraverardi. Endi esa 1-avgustdan qayta hisoblash masalasi ko'tarilganda eng katta o'zgarish shundaki, ayrim toifadagi pensionerlarning ma'lumotlari qayta tekshiriladi, yangi ko'rsatkichlar qo'llanadi. Qo'shimcha yoki daromad tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Bu avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin hamma holatda ham avtomatik bo'ladi deb o'ylash xavfli. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Sizning pensiyangiz oshishi uchun asos bor yo'qligini bilish kerak. Asos bo'lsa, uni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Hujjat bo'lmasa, tizim sizga tegishli pulni o'zi topib beradi deb ishonib o'tirish to'g'ri emas. Bu yerda ikkita tushunchani ajratib olish kerak. Birinchisi pensiyalarning umumiy oshirilishi. Masalan, davlat tomonidan pensiya va nafaqalar miqdori ma'lum foizga yoki ma'lum bazaviy ko'rsatkichlar asosida oshirilsa, bu ko'pchilikka avtomatik ta'sir qiladi. Bunda pensioner alohida ariza yozmasligi mumkin. Chunki miqdor tizim bo'yicha qayta belgilanadi. Ikkinchisi, individual qayta hisoblash. Bu har bir odamning o'z holatiga bog'liq. Masalan, pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlagan odam bor. Yoki oldin hisobga olinmagan 3 yil ish staji topildi. Yoki ayol kishi bolalarni parvarish qilgan, davri bo'yicha stajga oid masalada hujjat keltirdi. Yoki fuqaroning zararli, og'ir sharoitdagi ish davri to'g'ri kiritilmagan. Mana shu holatlarda oshish hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdadir katta 1000 so'm qo'shilishi mumkin. Kimdadir 1000 so'm, kimdadir undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarda esa umuman o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Chunki qayta hisoblash uchun yangi asos topilmaydi. Eng ko'p uchraydigan savol, men pensiyadaman, demak 1-avgustdan menga ham albatta qo'shiladimi? Men bunga shunday javob beraman. Agar gap umumiy indeksatsiya yoki davlat tomonidan belgilangan umumiy oshirish haqida bo'lsa, sizga ham ta'sir qilishi mumkin. Ammo gap staj, ish haqi, qo'shimcha hujjat yoki shaxsiy holat bo'yicha qayta hisoblash haqida bo'lsa, unda sizning faylingizdagi ma'lumotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqach ham 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlaydi. Ular oylik oladi. Ayrim hollarda rasmiy badallar to'lanadi. Elektron tizimda mehnat faoliyati ko'rinadi. Mana shu davr pensiyani qayta hisoblashda muhim bo'lishi mumkin. Lekin bitta shart bor. Ish rasmiy bo'lishi, daromad va badallar tegishli tizimlarda aks etgan bo'lishi kerak. Masalan, Akmal aka 2020 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2020 yildan 2024 yilgacha qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Uning pensiyasi 1.800.000 so'm bo'lgan. Ishlagan davri va to'langan badallar qayta hisobga olinganda, uning pensiyasi shartli misol sifatida 1.900.000 so'mga chiqishi mumkin. Bu yerda oshish aniq qancha bo'lishini men oldindan ayta olmayman.
Chunki hisob-kitob ish haqi, staj, pensiya turi va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq. Lekin Akmal kabi odamlar tekshirtirishi shart. Ikkinchi guruh. Mehnat daftarchasida yozuvlari to'liq bo'lmagan yoki arxiv ma'lumotlari kech topilgan fuqarolar. Masalan, Dilbar opa 1992 yildan 1997 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, lekin pensiyaga chiqayotgan paytda fabrika yopilgan. Arxiv hujjati topilmagan. Natijada 5 yil staj hisobga kirmagan. Keyinroq arxivdan ma'lumotnoma topilsa, u pensiyasini qayta hisoblatishga haqli bo'lishi mumkin. Bu juda muhim, chunki 5 yil staj oddiy raqam emas. Ayrim hollarda pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Uchinchi guruh zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Kon, kimyo zavodi, issiq seks, og'ir sanoat, tibbiyotdagi ayrim lavozimlar. Ta'limdagi ayrim maxsus lavozimlar yoki boshqa imtiyozli sharoitlar bo'yicha ishlaganlar o'z hujjatlarini tekshirtirish kerak. Chunki lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki imtiyozli staj tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odam men og'ir ishda ishlaganman deydi. Lekin hujjatda lavozim umumiy qilib yozilgan bo'ladi. Tizim esa og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan. Lekin keyinchalik holati o'zgargan fuqarolar. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, qaramog'idagi shaxslar o'zgargan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oiladagi bolalar soni, ularning o'qishi, yoshi yoki maqomi o'zgargan bo'lsa, pensiya miqdori ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda men bir marta rasmiylashtirganman. Endi o'zi davom etadi deb beparvo yurish xato. Agar sizning pensiyangiz yaqinda to'liq va to'g'ri hujjatlar asosida hisoblangan bo'lsa, hamma ish stajingiz elektron bazada va mehnat daftarchasida mos bo'lsa, qo'shimcha ishlagan davringiz bo'lmasa, arxivdan yangi hujjat topilmagan bo'lsa, unda alohida qayta hisoblashdan katta o'zgarish kutmaslik kerak. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Hech bo'lmaganda bir marta shaxsiy ma'lumotlaringiz, stajingiz va pensiya hisob-kitobingizni ko'rib chiqing. Masalan, 2023 yilda pensiyaga chiqqan fuqaro hamma hujjatlarini elektron tarzda topshirgan. Barcha ish joylari yagona milliy mehnat tizimida aks etgan ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lgan. Bunday odamda qayta hisoblash uchun yangi asos bo'lmasa, pensiya faqat umumiy oshirish bo'lsa oshadi. Lekin qo'shimcha staj yoki eski ma'lumot topilmasa, individual ravishda katta qo'shimcha bo'lmasligi mumkin. Boshqa misol, odam pensiyaga chiqqandan keyin norasmiy ishlagan, bozorda savdo qilgan, qurilishda kunlik ish qilgan, uyda xizmat ko'rsatgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan, badal to'lanmagan. Bunday ish hayotda bor. Odam mehnat qilgan, lekin pensiya hisobida isbotlanmagan bo'lsa, odatda hisobga olinmaydi. Shu sababli men doim aytaman. Pensiya tizimida hujjat va rasmiy ma'lumot hal qiladi. Keling, bir nechta oddiy misol orqali tushunamiz. Birinchi misol, Murod aka 25 yil rasmiy staj bilan pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 1.700.000 so'm. Keyin 3 yil rasmiy ishlagan. Oyligi o'rtacha 3 million so'm bo'lgan. Qayta hisoblashda bu 3 yil va badallar inobatga olinishi mumkin. Natijada pensiya 1.820.000 yoki 1.800.000 atrofida bo'lish ehtimoli bor. Bu shartli misol, lekin mantiq shuki, rasmiy ishlash va badal pensiyaga ta'sir qiladi. Ikkinchi misol, Ra'no opa pensiyaga chiqqanda o'ttim yil staj deb hisoblangan. Keyin u 1908 yildan 1909 yilgacha ishlagan eski tashkilot arxividan ma'lumotnoma topdi. 3 yil oldin kiritilmagan staj qo'shilsa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Agar uning pensiyasi 1.600.000 so'm bo'lsa, yangi hisobdan keyin 1.720.000 so'm bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy narsa arxiv ma'lumotnomasining to'g'ri rasmiylashtirilgani. Tashkilot nomi, ish davri, lavozim, buyruq raqami, muhr yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Uchinchi misol, Sobir aka zararli sharoitda ishlaganini aytadi. Lekin mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Agar imtiyozli lavozim ro'yxatida aniq kasb nomi talab qilinsa, ishchi degan umumiy yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Sobir aka arxividan lavozim buyruqlari ish sharoiti bo'yicha tasdiq, korxona ma'lumotnomasini olish kerak. Agar bu hujjatlar topilsa, uning pensiya huquqi yoki miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar topilmasa, og'zaki izoh bilan oshirish qiyin. 4-misol, pensioner ayol pensiyaga chiqqach ham maktabda farrosh bo'lib ishlagan, lekin yarim stavkada. U yarim stavka bo'lsa ham stajga kiradimi deb so'raydi. Bu holatda rasmiy mehnat shartnomasi, ish haqi, to'langan badal va mehnat tizimidagi yozuv muhim.
yarim stavka bo'lishi avtomatik ravishda rad etiladi degani emas. Lekin hisob kitobda ish haqi miqdori va rasmiylik asosiy rol o'ynaydi. Eng katta xato hamma narsani avtomatik bo'ladi deb kutish. Ha, davlat tizimlari yildan yilga raqamlashib boryapti, lekin eski yillardagi ish staji, yopilgan korxonalar, arxivga o'tgan hujjatlar, noto'g'ri yozilgan familiya yoki lavozimlar hanuz muammo tug'dirishi mumkin. Agar siz 1906-1909 yoki 2000 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirish ayniqsa muhim. Ikkinchi xato, qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini solishtirish. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin ish staji, oyligi, badali, lavozimi, pensiya turi, imtiyozi butunlay boshqa bo'ladi. Masalan, qo'shningiz 2 million 300 ming so'm olsa, siz 1 million 800 ming so'm olishingiz adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Lekin uning 20 yil staji, yuqori oylik davri yoki qo'shimcha ustamasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirish emas, shaxsiy hisob kitobni tekshirish kerak. Uchinchi xato, hujjatdagi ism familiya tafovutlariga e'tibor bermaslik. Masalan, pasportda Gulnora yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulnora bo'lishi mumkin. Familiya nikohdan oldin boshqa bo'lgan, keyin o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday mayda ko'ringan farqlar ayrim holatda stajni tasdiqlashda muammo qiladi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato, faqat telefon orqali so'rab, ishni tugadi deb o'ylash. Men tushunaman, hamma ham idora yurishni xohlamaydi. Lekin pensiya qayta hisoblashda yozma murojaat juda muhim. Og'zaki so'rov unutilishi mumkin, noto'g'ri tushunilishi mumkin. Yozma arzi esa ro'yxatdan o'tadi, unga javob berilishi kerak. Agar sizda haqiqiy asos bo'lsa, uni yozma shaklda rasmiylashtiring. 5-xato, arxiv hujjatini noto'g'ri olish. Ba'zan odam arxivdan shunchaki ishlagan degan umumiy ma'lumotnoma olib keladi. Lekin pensiya uchun ko'pincha aniq davr, lavozim, ishga qabul va bo'shash buyruqlari, oylik ma'lumotlari yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda pensiyani qayta hisoblash uchun kerak deb aniq yozing. Shunda arxiv ham qaysi ma'lumotlar zarurligini tushunadi. Ba'zi pensionerlar minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqa turidagi to'lov oladi. Bunday holatda ish staji yetarli bo'lmagani, rasmiy daromad kam bo'lgani yoki pensiya turining o'zi boshqa tartibda belgilangani sababli qayta hisoblash natijasi boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma holatda staj qo'shilsa katta oshadi deb aytish noto'g'ri. Ba'zida qo'shimcha staj minimal miqdordan yuqoriga chiqaradi. Ba'zida esa amaldagi kafolatlangan to'lov doirasida sezilarsiz bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala ortiqcha to'lov. Agar qayta tekshiruvda oldin pensiya noto'g'ri yuqori hisoblangan bo'lsa, ayrim hollarda kelgusidagi to'lovlar tuzatilishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin buni ham bilish kerak. Shuning uchun hujjat topshirayotganda hamma ma'lumot to'g'ri, rasmiy va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Soxta ma'lumotnoma, noto'g'ri yozuv yoki tanish-bilish orqali olingan hujjat keyinchalik katta muammo tug'diradi. Yana bir savol. Qayta hisoblash yil avgustdan bo'lsa, menga oldingi oylar uchun ham farq to'lanadimi? Bu holat qayta hisoblash asosiga bog'liq. Agar qonunchilikda yangi miqdor yil avgustdan kuchga kirishi belgilangan bo'lsa, odatda o'sha sanadan boshlab hisoblanadi. Agar siz oldinroq huquqqa ega bo'lib, lekin keyin hujjat taqdim etgan bo'lsangiz, to'lovning qaysi sanadan hisoblanishi alohida tartibga qaraladi. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik kerak. Bugun topshirish mumkin bo'lgan hujjatni bir oy keyinga surish ba'zan bir oylik qo'shimcha pulni yo'qotish degani bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Hozirgi pensiya miqdoringizni va pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa to'lovmi? Shuni biling. Chunki har bir turda qayta hisoblash mezoni bir xil emas. Ikkinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlarni ko'rib chiqing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi tashkilotda ishlagansiz, lavozim qanday yozilgan, ishga qabul va ishdan bo'shash sanalari bormi, muhr va imzo bormi? Agar elektron mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi ma'lumotlar bilan qog'oz hujjatdagi ma'lumotlarni solishtiring. Uchinchi qadam, pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchidan ma'lumot oling. Rasmiy ishlagan davringiz, lavozimingiz, ish haqi va to'langan badallar tizimida aks etganini tekshiring. Agar ish beruvchi ma'lumot kiritmagan bo'lsa,
bu masalani korxona buxgalteriyasi yoki kadrlar bo'limi bilan hal qiling. 4-qadam arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tashkilot qaysi arxivga hujjat topshirganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxiviga yozma so'rov yuboring. So'rovda ism familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan tashkilotingiz, taxminiy yillar, lavozim va murojaat maqsadini ko'rsating. Murojaat maqsadida pensiyani qayta hisoblash uchun ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlash deb yozish foydali. 5-qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari. Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha tegishli hujjatlarni olib boring. Agar imkoningiz bo'lsa, hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. 6-qadam arizani aniq yozing. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb umumiy yozish mumkin, lekin yaxshisi asosni ham ko'rsating. Masalan, 1991 yildan 1995 yilgacha bo'lgan ish stajim arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiya hisobiga kiritilmaganligi sababli qayta hisoblashni so'rayman yoki pensiyaga chiqqanimdan keyin rasmiy ishlagan davrimni inobatga olib pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Aniq ariza xodimga ham sizga ham yordam beradi. 7-qadam arizangiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Murojaat raqami sana qabul qilgan tashkilot nomi sizda bo'lsin. Agar javob kechiksa yoki rad javobi kelsa, sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Rad javobida qaysi hujjat yetishmayotgani yoki qaysi asos bo'yicha rad etilgani yoziladi. Shundan keyin siz hujjatni to'ldirib qayta murojaat qilishingiz yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilishingiz mumkin. Men har bir pensionerga quyidagilarni tekshirishni maslahat beraman. Umumiy staj necha yil deb hisoblangan? Eng yuqori ish haqi davrlari hisob olinganmi? Pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish davri kiritilganmi? Eski korxonalardan arxiv ma'lumotlari bormi? Familiya yoki ism yozuvida tafovut yo'qmi? Imtiyozli ish sharoiti bo'lsa tasdiqlanganmi? Qaramog'dagi shaxslar yoki nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumotlar yangilanganmi? Agar siz farzand bo'lsangiz va ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksa odamlar hujjat izlashga qiynaladi. Elektron tizimdan foydalana olmaydi, ariza yozishda adashadi. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi ota yoki onangizning pensiyasini oyma-oy oshirib beradi. Bu bir martalik yordam emas. Har oy oilaga kiradigan barqaror daromad. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng muhim gap shuki, hamma uchun bir xil javob yo'q. Kimningdir pensiyasi avtomatik oshadi, kimdir hujjat topshirsa qo'shimcha oladi. Kimdadir esa yangi asos bo'lmasa miqdor o'zgarmaydi. Sizning vazifangiz kutib o'tirish emas, o'z huquqingizni tekshirish. Staj ish haqi rasmiy ishlagan davr, arxiv hujjati va pensiya turi barchasi alohida ahamiyatga ega. Men yana bir bor aytaman. Pensiya masalasida hujjat kuchli, og'zaki gap kuchsiz. Shuning uchun mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotlaringizni, pensiyaga chiqqandan keyingi ish faoliyatingizni va hozirgi hisob kitobingizni tekshirtiring. Agar asos bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma oling va yetishmagan hujjatni to'ldiring. Sizningcha 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi oddiy odamlar uchun yetarlicha tushunarlimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Qaysi viloyat yoki tumanda yashaysiz? Pensiya bo'yicha qanday muammoga duch kelgansiz? Shuni ham yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.